Ko'pchilik maktab tugagandan keyin erkinlik boshlandi deb o'ylashadi. Aslida bu erkinlik to'g'ri, lekin hayotga katta qadam bosish desa ham bo'ladi. Chunki maktab tugatganingizdan keyin sizda his-tuyg'u boshlanadi, juda o'ylash boshlanadi. Kelajakda kim bo'laman, nima qilaman, qaysi universitetga topshiraman, qaysi universitetga o'qishga kiraman, kira olamanmi yoki kira olmaymanmi? Xullas shunga o'xshaydigan narsalarni o'ylaysiz. Bu aslida aytganimdek qaysi tomonlama erkinlik va qaysidir tomonlama ulg'ayish desa ham bo'ladi. Va men bu videoda aynan maktabni tugatgan do'stlarimiz uchun omonman. Chunki men ham bu narsani o'zimda his qilganman. Bundan 3 yil oldin, men 2023-yilda maktab tugatganman. Maktab tugatganimga 3 yil bo'ldi va menda o'sha narsa, shunaqa his-tuyg'u bo'lgan. Bu videoda sizga 5 ta oltin maslahatimni beraman. Birinchisi, bu maktab tugadi degani ta'lim tugadi degani emas. Aslida haqiqiy ta'limni maktabdan keyin olasiz. To'g'ri, maktabda o'qib yurgan paytingizda 11 yilda o'qiganingizda siz qaysidir ma'noda bilim olasiz, ilm olasiz. Bu narsa umringiz bekorga ketdi degani emas, rostdan ham o'zi maktabdan baribir qaysidir ma'noda aytganimdek bilim olasiz. Lekin haqiqiy asosiy bilimni maktabdan keyin olasiz. Balki universitetda olarsiz, balki universitetda o'qimasdan turib olarsiz. Maktab tugagandan keyin sizda ko'p vaqt bo'ladi. Siz o'sha vaqtingizni nimaga sarflashingiz juda ham muhim. Bo'lishi mumkin marketing o'rganasiz, sotuv o'rganasiz, dasturlashni o'rganasiz, dizaynerchilikni o'rganasiz. Bilmadim, ingliz tilini o'rganasiz, bilmadim, yoki boshqa biror bir til o'rganasiz. Xullas skill o'rganishingiz kerak bo'ladi, ya'ni qobiliyat o'rganishingiz kerak bo'ladi. Chunki skill o'rgansangiz, u compound bo'ladi, ya'ni ingliz tilini o'rgansangiz faqat ingliz tilini o'rganib qolmaysiz. Ingliz tilida bo'ladigan informatsiyalarni, ya'ni bilimlarni ola olasiz. Birinchi mahsulotdagi narsani ko'ra olasiz. Oldinlari o'zi birinchi ingliz tilida produktni chiqardi, mahsulot chiqardi, keyin ular rus tiliga o'tardi, rus tilidan keyin o'zbeklarga kelardi, ya'ni o'zbek auditoriyaga kelardi. Xullas biz 3-mahsulotni ishlatardik. Hozir ingliz tilini bilsangiz, siz birinchi mahsulotni olasiz. Ya'ni boshqalardan 3-4 barobar oldinga o'tib ketishingiz imkoniyati bo'ladi. 15 yoshdan 25 yoshgacha qattiq mehnat qiling, undan keyin rohatlaning. Yoki 25 yoshgacha zavqlaning, mazza qilib yashang, undan keyin qiynaling. Tanlov sizniki, baribir qiynalasiz. O'zimda e'tibor bersangiz, bu hayotda hamma narsa tanlov. Har bir daqiqangiz tanlov, har bir soatingiz tanlov, har bir kuningiz tanlov, har bir haftangiz, har bir oyingiz, har bir yilingiz tanlov. Demak, hayotingiz ham tanlov. Shuning uchun nima tanlayotganingizga e'tibor bering, shu kelajakda ertaga afsuslanmasligingiz uchun. Keyingi ikkinchi narsa bu telefondan to'g'ri foydalanish. Siz telefondan foydalanish orqali bilmadim, odamlardan 3x, 4x, 5x oldinga chiqib ketishingiz ham mumkin va telefondan foydalanish orqali siz 5x, 3x, 4x orqada qolishingiz ham mumkin. Bu telefonni qanaqa aql bilan foydalanishingizga bog'liq. Misol uchun telefonda aytganimdek sales, ya'ni sotuv o'rgansangiz bo'ladi, marketingni bilmadim, ingliz tilini yoki boshqa tilni o'rganishingiz mumkin. Telefondan foydalanish mumkin, faqat scroll qilib, qanaqadir videolarni ko'rib, vaqtingizni bekorga sarflab. Men sizga aytmoqchi bo'lganim, telefondan aqlli foydalaning. Bu oddiy tuyulishi mumkin, men aytaman, lekin juda ham ko'p vaqtimizni oladi va attentionimizni, ya'ni diqqatimizni oladi. Bizning diqqatimiz pul. Hozirgi zamonda attention is the money. Haqiqatan diqqat olsangiz, odamlarga ko'rinsangiz, bu pul. Men misol uchun bunaqa 2 yildan beri, 2,5 yildan beri YouTube'da nimaga video olaman? Chunki menga attention kerak qaysidir ma'noda, ya'ni e'tibor kerak, auditoriya kerak. Chunki kunning oxirida men biznes qiladigan bo'lsam, menga auditoriya kerak, meni kuzatuvchilar kerak, menga ishongan odamlar kerak. Tushunasizmi? Shuning uchun 2,5 yildan beri, 3 yilga yaqindan beri men YouTube'da video qo'yib boraman va odamlarni qaysidir ma'noda ishonchiga kirib boraman. Tushunasizmi nima demoqchiligimni? Shuning uchun diqqatingizni har xil narsalarga sarflamang, telefondan to'g'ri foydalaning. Keyingi 3-narsa bu yon atrofingizni tozalab oling. Ya'ni siz o'zingizga yoqadigan, o'zingizning qiziqishlaringizga mos keladigan odamlar bilan yuring. O'zi
5 ta taksi bilan yursangiz 6-chi taksi siz bo'lasiz. 5 ta biznesmen bilan bo'lsangiz 6-chi biznesmen siz bo'lasiz. Yoki bilmadim 5 ta sartarosh bilan bo'lsangiz 6-chi sartarosh siz bo'lasiz. O'shaning uchun kim bilan yurayotganingizni atrofingizni bitta filtrlab oling. Kim kerakli va kim keraksiz. Keraksiz odamlarni chiqarib tashlang, keraklilarini qoldiring. Agar sizni qiziqishlaringizga hech qanaqa o'rtog'ingiz yoki do'stingiz ularning tanishlaringiz qiziq bo'lmayotgan bo'lsa, demak, siz ulardan uzoqda bo'lishingiz kerak. Mayli bir o'zingiz yolg'iz qolsangiz ham bo'laveradi. Bu narsaning yomon tomoni yo'q. Chunki men bundan 2 yilcha oldin video qo'yganman YouTube'ga. 18 yoshdaman, lekin birorta ham do'stim yo'q degan video qo'ygandim. Bu payt rostdan ham mening birorta ham biznesdan bilman. Hech qanaqa do'stim yo'q edi bu paytda. To'g'risimi? Lekin shunga qaramasdan men o'zimning qiziqishlarim bilan bitta o'zim bo'lganman. U narsaning yomon tomoni yo'qotganimda. Agar siz ham rostdan ham yon atrofdagilar sizga qiziqmayotgan bo'lsa, siz ular bilan birga bo'lishingiz shart degani emas, kerak degani emas. Shuning uchun yon atrofingizni tozalab oling. Keyingi 4-chi narsa bu trenirovka qilishingiz kerak. Siz o'g'il bola bo'lsangiz, ayniqsa yigit kishi bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni eng zo'r versiyangizni yaratishingiz kerak. Eng zo'r qomatda bo'lishingiz kerak. Erkak kishi bo'lib turib, o'zingizni eng zo'r holatingizni, eng zo'r versiyangizni, eng zo'r taningizni ko'rmasdan o'tib ketish bu hayotda to'g'risi men uyat deb o'ylayman. Chunki aytganimdek, biz erkak kishimizni ayollardan bizning xarakterimizni, bizning qomatimizni, bizning yurish turishimizni ajralib turishi kerak. O'shaning uchun biz haqiqatan erkakmiz. Men trenovka qilish deganda faqat zalga chiqishi men nazarda tutmayapman. Trenovka qilish deganda siz ko'chada ham trenovka qila olasiz. Imенно zalga borib trenovka qilishingiz shart emas. Chunki men 3 yildan ko'p vaqtda ko'chada trenovka qilganman. Eski videolarimni ko'radigan bo'lsangiz, ko'chada trenovka qilganlarimni videolarga YouTube kanalimga qo'yganman, o'shalarni ko'rishingiz mumkin. Ko'chada trenovka qilib ham yaxshi qomatga erishsa bo'ladi, prosta xohish bo'lsa bo'ldi. Sizni hech qanaqa bahonalar ushlab turishi kerak emas. Shuning uchun ko'chadami, zaldami farqi yo'q, trenovka qiling. Aytganimdek bahona qilmang, turnibrus bor, turnibrus bilan, ajimalar bilan juda ham zo'r qomatga chiqsa bo'ladi. Ayniqsa hozir yoz, 3 oy kanikul, 3 oy kanikulda bilmadim ko'chada trenovka qilib yaxshi qomatga chiqib olsangiz bo'ladi. Misol uchun men agar hozir O'zbekistonda bo'lganimda, men ko'chada trenovka qilgan bo'lardim. Mana shu 3 oy yozda faqat ko'chada trenovka qilgan bo'lardim. Chunki quyoshdagida haqiqiy tabiatda tushunasizmi, ko'chada trenovka qilish o'zini ham gashti bor. Prosta aytganimdek, men hozir Polshadaman, men ko'chada trenovka qilsam bo'ladi. Menda hozir zalda sharoit bor, o'shaning uchun men hozir zalga chiqaman. O'shaning uchun o'zimga men skedul qo'yganman, ya'ni jadval qo'yganman. O'shanga qarab trenovkamni qilaman. O'shaning uchun aytganimdek, 4-chi narsa bu trenovka qilishingiz. O'zi trenovka qilganingizda siz faqat taningizni rivojlantirmaysiz, balkim siz miyangizni, fikrlashingizni rivojlantirasiz. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, men trenovka qilishni qattiq boshlaganimda, ya'ni trenovkaga e'tiborimni kuchaytirganimda, mening miyam rivojlanishni boshlagan, har xil fikrlar, yaxshi fikrlar, yaxshi ideyalar kelishni boshlagan mening miyamga qachonki trenovkani kuchaytirganimda, trenovka qilishni boshlaganimda. Chunki siz faqatgina aytganimdek badaningizni emas, taningizni emas, balki miyangizni ham rivojlantirasiz trenovka qilganingizda. Keyingi 5-chi narsa bu agar imkoningiz bo'lsa, chet elga chiqish. Agar sizda alsiz bo'lsa yoki tilni biladigan bo'lsangiz, chet elga chiqishingiz shart. Hozir 9 oydan beri уже chet eldaman, Polshadaman va chet elda yashab juda ham ko'p narsalarni tushundim, juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Men sizga aytaman, chet elga chiqsangiz, fikrlashingiz, dunyoqarashingiz, narsalarga, jamiyatga qarashingiz butunlay juda ham o'zgaradi. Men sizga aytaman, erkin fikrlisiz, shaxsiy rivojlanasiz. Sizni hech qanaqa oyingiz yoki adingiz yoki ukangiz yoki opangiz yo'q, sizni qanaqadir yordam beradigan, hamma narsaga o'zingiz bo'lasiz. Mana bunaqa kichkina bolalar ham yoningizdan yugurib yuradi. Aytganimdek, dunyoqarashingiz, fikrlashingiz butunlay o'zgaradi chet elga chiqqaningizdan keyin. Siz erkin bo'lasiz. Siz bilasiz, что hech kim yordam bermaydi sizga, o'rtog'ingiz, akangiz, ukangiz, opangiz yo'q yoningizda, faqat o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilasiz. Agar sizda chet elga chiqish imkoniyati bo'lsa, chet elda o'qish reja qilayotgan bo'lsangiz, chet elga chiqishingizni maslahat beraman. Siz har tomonlama o'sasiz, ishoning.
yutqizmaysiz. Men sizga aytyapman, chet elga chiqsangiz yutqizmaysiz, faqatgina yutasiz hayotda. Ko'p narsalarni o'rganasiz, ko'p narsalarni tushunasiz aytganimda. Agar sizda til sertifikatingiz bo'lsa, bilmadim, IELTS bo'lsa yoki bilmadim, TOEFLingiz bo'lsa, chet elga o'qishga topshiring, chet elga yashang, chet elga keling. Agar siz Polshada o'qishni reja qilayotgan bo'lsangiz, men yordam beraman. Kanalda kurs qo'yganman, 7 moduldan iborat bo'lgan. O'shani ko'rishingiz ham mumkin. Allaqachon qo'yib bo'lganman. Hammasini noldan o'zgacha bo'lgan jarayonni tushuntirganman. Va undan tashqari, mana shu kelayotgan 14-iyun kuni Telegramda, yopiq kanalda, to'g'rirog'i yopiq gruppada Polshaga kelmoqchi bo'lgan talabalarga live qilaman. Hammaga o'rgataman, o'sha yerda qayerda nima qilish kerak, qanaqa hujjatlar qilish kerak, hammasini yanada detalniy qilib, spesifik qilib o'sha odamga tushuntirishga harakat qilaman, tushuntirib beraman. Misol uchun ba'zilar Vistulaga, ba'zilar Varshavskiga, ba'zilar Lazarskiga, xullas har xil universitetlarga, har xil yo'nalishga topshiradi. Shuning uchun men 14-iyun kuni aytganimda yopiq Telegram gruppada live qilaman. Agar Polshaga kelmoqchi bo'lsangiz, o'sha live'ga qatnashishingizni maslahat beraman. Gruppaga qo'shilish butunlay tekin va live streamga ham qo'shilish butunlay tekin. Gruppada allaqachon 100 dan ortiq do'stlarimiz bor. Polshaga kelmoqchi bo'lgan, Polshada talaba bo'lmoqchi bo'lgan. Shuning uchun agar siz ham aytgandek Polshaga kelmoqchi bo'lsangiz, o'sha gruppaga qo'shilishingizni maslahat beraman. O'sha gruppaning linkini shu videoning tagida qoldiraman. Umid qilamanki, video foydali bo'ldi. Har doimgidek o'zimning gaplarim bilan tugataman videoni. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qiyish kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.